Diqqat aholiga ogohlantirish. O'zbekistonga yana izg'irin sovuq havo oqimi kirib kelmoqda. Qor va yomg'ir kuchli bo'ladi, harorat keskin pasayadi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Rasmiy va so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda 27, 28, 29 va 30 yanvar kunlariga ob-havo prognozi e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 30 yanvarda ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushadi. 28 yanvarda yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 28-29 yanvarda 8-13 daraja sovuq bo'ladi. 30 yanvar 4 fevralda 3-8 daraja sovuqqacha ko'tariladi. Kunduzi 28 yanvarda 3-8 daraja sovuq, 29 yanvar 4 fevralda 0,5 daraja iliqqacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 yanvarda yomg'ir va qor yog'adi. 29 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 30-31 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. 1-4 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. 28 yanvarda yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat 28 yanvarda kechasi va kunduzi 3 daraja sovuq. 29 yanvar 4 fevralda kechasi 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi asta-sekin 5-10 daraja iliqqacha ko'tariladi. Cho'l hududlarda 28-29 yanvarda kechasi 8-13 daraja sovuq bo'ladi. 30 yanvar 4 fevralda 3-8 daraja sovuqqacha ko'tariladi. Kunduzi 28 yanvarda 3-8 daraja sovuq bo'ladi. 29 yanvar 4 fevralda 0,5 daraja iliqqacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 yanvarda yomg'ir va qor yog'adi. 29-31 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. 1-4 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 28 yanvarda yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat 28 yanvarda kechasi va kunduzi 3 daraja sovuq. 29 yanvar 4 fevralda kechasi 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi asta-sekin 2-7 daraja iliqqacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. 29 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 30-31 yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir va qor yog'adi. 1-4 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq bo'ladi, kunduzi 2-7 daraja iliqdan 7-12 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-29 yanvarda yomg'ir va qor yog'adi. 30 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 31 yanvarda qor yog'ishi mumkin. 1-4 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 28 yanvarda 3 daraja sovuq. 29 yanvar 1 fevralda 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi -3 daraja iliqdan 2-7 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-31 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi. 1-4 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat 28 yanvarda kechasi va kunduzi 5-10 daraja sovuq. 29 yanvar 4 fevralda kechasi 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi asta-sekin 2 daraja iliqqacha ko'tariladi, deyiladi xabarda.